bo'riman deb krisani ishini qilasanlar. Tushunmi? Ukajon rozi bo'ling. Roziman aka. Yaxshi kunlaringizga mining. Mingdan ming roziman. Faqat shu mashina ham siz aytgandek yaxshi chiqsa bo'ldi. Undan zo'r chiqadi. Qarang, yangi balonlarni taqib qo'yganman. Mabodo CPS chiqsa, bizda 100% lik vaziyat bor. Rahmat aka. Men shuni orqasidan oilam, bola chaqam boqaman. Bizda hammasi halol, alhamdulillah. Tushundingiz-a? O'zingizni asrang. Sog' bo'ling. Mayli. Sanam tupa-tuzuk mashina furush bo'lib ketibsan-ku, Nizom? Endi yigit kishiga 40 hunar oz deyshadi. Oila, bola chaqa boqish kerak-ku. Ha, to'g'ri. Bugungi ish 5 bo'ldi. Endi bir tushlik qilaylik-a. Yaxshi joyda o'tiraylik bir. Tamom, o'zim berayman. Yana nimasi ketibdi uka? Olganimdan beri faqat ustaga qatnayman. To'g'risini aytayman aka. Xullas, sizni yedirishibdi aka. Yana 3 mingtaqasiz, keyin odam bo'ladi bu mashina aka. Yo'q. Yili yangi-ku, balonlari ham yangi deb sotishgan menga. Baloni yangi bo'lgan bilan mashina zo'r bo'lib qolmaydi-ku. O'lgan odamga ham yangi kafan o'rashadi. Egasiga qaytaring mashinani. Yo pulidan o'tib bersin. Bizdan yaxshi maslahat shu aka. Kallang bilan urushib qolganmisan? Qarab sanga 3000 qaytaraman, jinnimisan? Ich to'kilgan mashinani menga o'tkazib yuboribsiz. Yo mashinani to'g'rilab bering, yo pulni qaytaring aka. Mashinanchi vaqtida ko'rib olish kerak edi. Mashina san nomingga o'tib bo'ldi. Men pulimni olib bo'lganman. Aka, birov haqqi teshib chiqadi. Shuni orqasidan bola chaqa boqyapman dedingiz. Yetib pushtingizga urib yormasin. Nasihatlaringni borib, bolalaringga, xotiningga qilasan. Menga qilmagin. Lo'q bo'lsang ayb menda emas. Bo'l menga qara. Urasanmi? Ur, kakras. Sanga Xudoning o'zi bas kelmasa, bandas bas kela olmaydi. Rozimisan? Qarashlaringchi menga ta'sir qilmaydi, tushundingmi? Pashshol sanga. Turishi. O'rtoq kutib qolmadingmi? Cho'ym ham sovib qopti-yu. O'sha kuni mashinani qanaqaligini bilib turib aldaganmiding bolani? Yo'q. Men uni aldaganmi, yo'q. Tikka uxlatdim. Endichi bu bozorda sal bo'sh kelsang, non yomaysan-da. Shunchalik mashq bo'lib ketganingni bilmagandim. U bolani bekor qaqshatding. Aqllilik qilmagin, iltimos. Bu bozordachi sodda bo'lsang yeganing shu bo'ladi. Bo'lsang bozorni bo'risi bo'lishing kerak. Men u bolani esdan chiqardim. Keyin senga oladigan mashina haqida gaplashaylik. Bitta tanishimizcha zo'r mashinasi bor. Cho'tki. Qo'rqma, seni uxlatmayman. Bundan keyin mendan uzoqroq yur. Zo'r mashinani ham ketding git qo'y. Chunki men bolaga o'xshab indamay keta olmayman. Basharingni buzib qo'yaman. Asabim chatoq. Tushunmadim. Tupurdim sandaka, bozorni bo'rilariga. Bo'riman deb krisani ishini qilasanlar. Tushunmi? Nima? Uqubat solib boshlariga shayton sozini chalar.